Bilarmidingiz? Ayollar kosmetikasidagi ayrim vositalar saraton xavfini oshirishi mumkin. Kosmetika vositalari ayollar go'zalligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi, ammo ularning tarkibida sog'liq uchun xavfli bo'lgan ayrim moddalar mavjud. Masalan, AQShda 38 xil kimyoviy modda kosmetika ishlab chiqarishda taqiqlangan bo'lsa-da, ba'zilari hanuz go'zallik sanoatida ishlatilmoqda. Mutaxassislarning ma'lum qilishicha, quyidagi moddalar sog'liq uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Liliya aldegidi kosmetikaga gul hidi berish uchun qo'shiladi. Reproduktiv tizim va gormonlarga zarar yetkazishi mumkin. Asetaldegid oziq-ovqatlarda ham qo'llaniladigan modda bo'lib, kosmetikada hidi uchun ishlatiladi. Allergiya va teri qizarishini chaqiradi. Siklotetratsiloxan shampun, soch spreyi va tonal kremlarda uchraydi. Endokrin tizimiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Formaldegid sochni kimyoviy tekislash vositalarida bo'ladi. Isitilganda zaharli gazga aylanib, nafas yo'llariga zarar qiladi. Tadqiqotlarda bachadon saratoni bilan bog'lanishi qayd etilgan. Parabenlar organizmda estrogen gormoniga o'xshash ta'sir ko'rsatadi. Sut bezi saratoni xavfini oshirishi mumkin. Triklosan antibakterial vosita sifatida ishlatiladi. Gormonlar faoliyatini buzishi sababli ko'p davlatlarda taqiqlangan. Shifokorlar kosmetika vositalari tanlashda tarkibiga e'tibor berish va sog'liq uchun xavfli moddalar bo'lgan mahsulotlardan ehtiyot bo'lishni tavsiya qilmoqda.